Assalomu alaykum, hurmatli Ali Mebel kanalining hurmatli obunachilari va kuzatib boruvchilar. Xudo xolasa navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa like bosib ketasizlar. Xudo xolasa. Agar savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentga yozsanglar, javobini berib o'tamiz inshaalloh. Burchiklari chaqlanadi, laklanadi, yomg'irda qolsa ham hech narsa qilmaydi xudo xolasa. Bunimiz gulli variantimizni 10 taligi. Buni material latta material, uniki mo'shi. Bu mo'shi material, bu latta material. Latta materiali ham qalindan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham razmeri 75 ga 210. Stullarimiz turbalari 09 turbadan. Xudo xolasa uyaltirmaydigan qilib. Bularimiz ham burchiklari chaklanadi. Fanerimiz 1,5 ga 1,5 faner bo'ladi. Biz shuni yerga 60 sm uloq tushirib, mana bu o'rtadagi chaki, tagida profil bor. Profilni o'rtasiga to'g'ri keladi. Kontaktlarni hamma chaki pastga yilib ketmaydigan qilib uzunroq yasaganmiz. Shu hisobga 210 qilganmiz biz. Ko'rishingiz mumkin. Bularning joylari taxtalarni boltga hammasi aylana kashay. Bunimizning narxi 2 million so'mdan chiqadi. Buni ham dastlab xizmatlarni kelishtirib chiroylab qilib beramiz. O'sha bu ham profillari qalin, 1-2lik profil, 09 turba stullariki, turib tomonda kashay bor. Bemalol 10 tagacha taklaverasiz. Mana bu yerda abrazizlarimiz bor. Har xil rangda, siz aytgan fasonda, xohlasangiz paxta gulli to'yxona uchun. Bu paxta gulligimiz to'yxona uchun asosan olinadi. Buni donasi 190 ming so'mdan chiqadi. Mana bunimiz bor. Bu ham juda chiroyli fason. Mana bu yoqda mana har xil fasondagi stullarimiz bor. Aytib o'tgandek, buni narxi 2 million so'm. Hop, bunimiz o'sha gulli fasonimizning 6 talik varianti. Buni ham narxi 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Buni ham dastlab xizmatlarni qilib beramiz inshaalloh. Bularni ham materialni xohlasangiz latta material, xohlasangiz mo'shi material, rangini ham siz xohlagan rangingizda chiroyli qilib beramiz. Hammasini bu taxta faner birinchi sort yaxshisidan bir sloj gruntovka, polirovka qilib turib, keyin lak sepiladi. Yomg'irda qolsa ham hech narsa qilmaydi, ustida idish to'g'ri bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Xo'p, buni o'sha aytib o'tganimizdek 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Xo'p, bunimiz mana bunisi lola fasonimizda 6 taligi 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Hammasini turbalari 09 turba, qalinidan. Burchiklari chaqlangan, laklangan, yomg'irda qolsa ham hech narsa qilmaydi. Shu aytganimdek mana stullarimiz taglari taxta faner, boltga, trol tomonda kashayi bor. Hammasi to'g'risi akkuratni chiroylab o'sha qalin turbalardan tayyorlaganmiz. Xo'p, bunimiz mana bu yerda 8 taligi o'sha lola fasonimizda yo'lda chiroyli chiqadi. 8 talik, 10 talik, 12 talik, 6 talik har xilingizda to'g'richa yumaloq qilib bera olamiz. Bu yerda joyimiz picha torligini hisobiga yumalog'imiz tera olmadik. Xohlasangizlar yumalog'idan ham qilib beraveramiz xon taxtalarini. Xo'p, bunimiz shu 8 talik razmeri 75 ga 80 bo'ladi. Bu tomoniga 4 tadan, bu tomoniga 4 tadan bemalol o'tiraveradi. Buni ham taglarida kashaylari ko'paytirib qilingan, ochiqchlari ham mexanizmlari mana yaxshisidan ishlatilgan hamma yog'iga chiroylab. Hammasi materiallar mo'shi desiz mo'shi, latta material, latta material. Tagidagi porolon materiallari ham yaxshisi qalin plotisnisidan qo'yiladi. Yupqa plotis qo'yilmaydi. Bunimizning narxi 1 million 400 ming so'mdan bo'ladi. Buni ham dastlab xizmatlarni chiroylab qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana stullarimiz taklanishlari juda chiroyli, akkuratli taklanadi. Mana xon taxtamiz ham taklanadigan xon taxta bo'ladi mana. Oyoqlari mana taklanganda mana shu holatda bo'ladi. Mana shu yerda hozir 10 ta xon taxta turibdi. Ixchamgina 70 sm, 80 sm joy bo'ladi. Xon taxtamiz 6 ta razmerini aytmadim menimcha, buning razmeri 75 ga 1,5 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Siz xohlagan rangda, siz xohlagan fasonda, xudo xolasa imkon darajasida chiroyli narxlarda chiqarib beramiz. Mana bu yoqda o'zimiz ishlab chiqazamiz. Birinchi qo'l o'zimizmiz, opsotlar yoki boshqa emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana xon taxtalarimizni tayyorlanyapti. Bu ham mana 6 talik, 8 talik, 10 talik. Mana bu yoqda stullarimiz karkaslar tayyorlanyapti. Mana gulli fasonimizda karkas holatlar tayyorlanyapti. Mana bu yoqda ham mana karkas zakatopkalar qilyapmiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, cheklamagan miqdorda tayyorlab beramiz inshaalloh. Sifatlarni a'lo darajada. Butun O'zbekiston bo'ylab, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab ham bemalol ishlarimizni ko'rsata olamiz, chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa stol kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz.
Yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketasiz degan umiddamiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yish isdan chiqmasin, xudo xolasa. Sifatlari a'lo darajada.